Barchalaringga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan men Novi Gaming bo'laman. Nomimni o'zgartirdim. Yoqmadi uncha-munchaga. O'zimga yoqdi. Akam yoqmadi. Akam o'zgartirib qo'yishdilar. Xo'p, men Novi Gamingman. Iltimos sizlardan kanalga obuna va like bosinglar. 130 ta obunachi bor. Iltimos 200 taga chiqaylik endi. Bo'lmasam o'yinimizni boshlaymiz. Like va obunalarni bosishni to'xtatmanglar. 130 ta obunachimiz bor. Endi 200 taga harakat. 200 tadan 400 ta, 400 tadan 600 ta. Tezroq 200 ta bo'laylik, iltimos. Tek bitta kirka yasab, bitta qilinch yasaymiz. Mana cho'chqachalar to'ldi. Tak, tovuq. Tosh. Kep shuncha o'ynab bitta piramidani ko'rmabmiz. Bitta fakkel olganman. To'g'ri, bu piramidani ko'rdim. To'g'risi. Lekin boshqa joylar ko'rmabman. Hech balo yo'q. Yana bitta piramida. Kirishimizdan tosh topish kerak. Yosh toshlar yonida ko'p ekan. Toshlar olamiz. Tak, bitta kirka, bitta topor, bitta qilinch. Bitta pechka. Piramidaga kirishdan biroz bo'lsa ham kuchaylik. Shu kirkamiz singuncha tosh kovlaymiz. O'ynagan odam topilmayapti. Shuning uchun bitta o'zim o'ynayman. Biron 4 ta bilan o'ynasam, albatta video olaman. Tensiboy ham hozirchalik o'ynamayapti. Telefonni buzg'agan. Muhammad Imronbek degan do'stim o'ynagisi kelmayapti. Vaqt bo'lmayapti.
To'g'ri, vaqt bo'lmaydi. Chunki maktab, kurs qilib yuraversa odam vaqt bo'lmaydi. Masalan, meni ham vaqtim bo'lgani yo'q. O'zi bu videoni zo'rg'a chiqaryapman o'zim. Mana sinib ketdi. Tak. Qani nimaga kiramiz? Piramidaga. Ishqilib bironta yaxshi narsasi bo'lsin. Hech qanaqa xavf soladigan narsa yo'q. Albatta piramidalarda uchraydigan narsalar bor. TNT'larni yig'ishtirib olaman. Va sandiqlarda it uchun suyak, kuchuk uchun. Bunisida ham xuddi shunaqa ekan. Kuchuk, suyak tilla. Suyak tillami? Buni go'sht kerak emas. Boshqa narsalar ham ber, masalan, temir. Ha bo'ldi. Sandiqda hech bola yo'q. Shuning uchun uni orqasida doim bir narsa bo'ladi deb o'ylayman. Chunki allashibdi-ku deydi. Mana shu qumlar bilan eplab tushib ketaman. Men javob. Aldappa. Tak. Chiqib ketish. Chiqish yo'li bor. Endi yegani narsa topish. Ye. Naryoqda savanna bor ekan. Savannaga quyonchalar yomon chaqqon bo'ladi-da. Ye. Qani u? Ana. Ovqat topsam bo'lmaydi do'stlar. Hozir bu kechda men o'lib, qayta tirilib kelmasam bo'ldi. Ana to'g'rilar. Hoppa. Kecham bo'lyapti-na yo. Salom. Hani hoppa. Yana nima bor? Voy, katta bo'lmaydi mana shu. Yana как раз ko'mir.
bitta fikrimdan qaytdim. Chunki bu yerga kuchayib borsa yaxshiroq. Ana. Bu lanani himoyalangan. Pashti. Ana aytdim pashti deb. Metti ham to'sish kerak bo'lar ekan. Mayli, uning uchun ko'mirlab olamiz. Tovuqlarimizni isitib olamiz. Ichi bittasi tezroq qaynasin. Yo'g'ormi? Or ekan. Bitta ko'mir qopdi-yu. Ana bemalol yuvasiga to'qlatib yo'limizni davom etamiz. Atigi o'zi bir dona go'sht qopdi. Hali so'nigan go'sht bo'lsa ham olmayapman. Tak. Davom etgunchamiz. Iloji yo'q, temir topmasak bo'lmaydi. Yana aytdim qo'ydim dedimda temir chiqdi. O'zi ancha bo'ldi video olmaganimga. 50 kun yashaymiz. O'sha 50 kunda endi birinchi kuni ketyapti. 2-3 qism qivoraman-da. Tezroq 200 ta bo'laylik iltimos sizlardan. Xuddi shunaqa katta videolar qo'yaman, lekin hech kim like ham bosmaydi, komment ham yozmaydi. Nimaga bosmaysizlar do'stlar? Qolgan artefakt, qolgan youtuberlar chiqarsa darrov bosiladi. Ko'ramanda darrov bosadi odamlar. Ham yangi chiqqan, hozir boshlagan youtuberlarga esa itam bosmaydi. De bosinglar-da, like'lar. Hech qaysi like'im 10 ta like'dan o'tmagan. Bugun menimcha birinchi kunda tugatib yuboraman. Temir. Shu bir stak nimani ishlatib bo'ldim. Fakelni. Anchadan beri rostdan ham video chiqarmay turganimiz. Shu 90 kitobini achim bor edi.
vaqti shorts video qo'yganim 130 ta bo'lib ketdi. Shu 3 kunda ichida 130 ta bo'ldi. Iltimos, yana 3 kunda ichida 200 tami, 150 tami bo'laylik. Layklarni bosinglar, iltimos. O'zlaringga ham yoqmaydi-yu YouTube'ga, Instagram'ga video hech kim ko'rmay, obunachi kam bo'lsa hech kimga yoqmaydi-da. Hammani to'g'ri tushunasizlar obunachilar. O'zlaringni ham misol keltirib o'zlaringni ham qo'yib ko'ringlar. Masalan, endi keyingi videomizda men o'rtam bilan challenge bajaramiz. Qanaqa challenge demoqchi bo'lsalaring, nimada? 128 blokdan ko'tarilib nima qilamiz? Suvga sakrash o'ynaymiz. Har tushganimizda bloklar kichkina bo'lib boraveradi. Agar kim yutqazib suvga tushmay o'lib qolsa, boyliklaridan beradi. Kreativda to'g'ri biroz bo'lsa ham bironta boylik olamiz. Xohlasalaring kommentga yozinglar. 100 minutlar jangimi yoki quvlashmachoqmi, bekinmachoqmi qilib ko'ramiz. Men modsiz o'ynayman, chunki mod qo'shishni bilmayman. Lekin modsiz o'ynayman o'zim. Har xil challenge bajarib nima qilaman? To'qiyman emas, o'zimcha yarataman modsiz. Yeka sinibdi. Tilla narsalar. Tilla narsa kerak emas menga hozircha. Boshqa hech baloga emas. Qo'yam yo'q-a? Temir iloji boricha o'ta ko'p temir topish kerak. Shu qayerdan? Shu qayerdandir jodugar bor ekan. Yo. Yo'q. Voy, yarimta jon. Qayerda chinkampir? Shu chinkampirni ko'rmabmanmi? Shu xavfli. Chinkampir ko'rmabman rostdan. Chinkampir ko'rmabman. Yaxshi, yarimta jon bilan saqlanib qoldim-a? Laryatiga e'tibor qilmaymiz-a? Voy, narsa eritib turdim. Shahardan chiqibdi. Eridimi ekan o'zi? 2 dona. Shunga bitta kirka yasab olaman. Yomon bo'ldi-yu. Hech balo yo'q ekan, nima qilaman? Tezroq tong otsin.
uchun bitta chiqib ko'raylikchi. Yorug' tushibdi. Do'stlar, mana shu joyda o'yinimiz yakunlanadi. Xo'p, obuna va like to'xtatmanglar do'stlar. Keyingi qism chiqishini xohlasalaring, like, obuna. O'yinimiz shu bilan yakunlandi. Bugun sizlar bilan men Novik Gaming bo'ldim do'stlar. Shu joyda boshlaymiz.